Meni infarkt bo'lishimning asosiy sababi qandli diabet ekan. Bemorimiz 41 yoshdalar, yanvar oyida infarkt o'tkazganlar. Bo'lishi mumkin, 40 yoshda ham infarkt bo'lish, lekin 40 yoshda tomirlarning multifaktorial zararlanishi, bir emas bir necha qon tomirining zararlanishi bilan uchrashi bu har doim ham uchraydigan holat emas. Bemorimizda 2 yil oldin aniqlangan qandli diabet kasalligimizning kelib chiqishiga asosiy sabab bo'layotgan narsalardan bittasi. O'ktam aka, yanvar oyidagi holatingizni qanaqa eslaysiz? Ko'krakda shu og'riqlarda. Endi yanvar oyidagi holatim hozirgiga qaraganda ancha qiyin va murakkab holatda edim. Ozgina tez harakat yoki arzimagan yuk ko'targan holat ham ko'krak qismida achish bilan havo yetishmaslik holati kuzatilyapti. Tomir ko'chirish jarrohlik amaliyotidan keyin ko'z tegmasin, Xudoga shukr, og'ir kunlar ortda qoldi. Aytmoqchi bo'lgan bir tavsiyam bor. Inson o'ziga qarash kerak ekan. Men o'sha qandli diabetni bilganimda unaqa ahamiyatga ega emas bu kasallik. Yengib o'tib ketaman deb o'ylagan edim. Adashgan ekanman, afsus. Meni infarkt bo'lishimning asosiy sababi qandli diabet ekan. Bu holatimiz tabiiy, bemorimizga javob bermoqdamiz. Operatsiya 14-sanada bo'lgan, bu 21-sanada bir haftadan keyin.